Butun dunyo va akademiyamiz yangiliklari yana sizlar bilan. Bugungi dasturimizni dunyodagi eng muhim yangiliklardan boshlaymiz. Yevropada migratsiya inqirozi keskinlashmoqda. Ispaniyaning Ceuta hududiga minglab migrantlar kirishga urindi. Hodisa Yevropada katta muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Olimlarning aytishicha, 2026-yilda tarixdagi eng issiq yillardan biri bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Dunyoning turli hududlarida rekord darajadagi issiqlik va yong'inlar kuzatilmoqda. Kosmosda esa muhim voqea. Falcon 9 raketasining foydalanilgan bosqichi Oy yuzasiga urildi. Olimlar ushbu hodisani o'rganib chiqib, yangi ma'lumotlar izlashmoqda. Endi esa akademiyamizning yangiliklariga o'tamiz. Iyul oyi yakunlariga ko'ra, akademiyamizda 100 dan ortiq IELTS va milliy sertifikatlar qo'lga kiritildi. Shuningdek, akademiyamizda katta Big Day tadbiri bo'lib o'tdi va bu tadbirda eng munosib xodimlarimiz taqdirlandi. Yana bir yangilik, 24-avgust kuni akademiyamizda olimpiada bo'lib o'tadi. Bu olimpiadada faqatgina akademiyamiz o'quvchilari emas, balki barcha yoshlar qatnashishi mumkin. Bugungi yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.